Barcha assalom do'stlar, sizlar bilan men Niko. Bugungi videoda biz Minecraftga juda kerakli modlar bilan gaplashib chiqamiz. Unda go. Birinchi modimiz qaranglar, Maysa bu boz. Voy, blet, Maysaga qaranglar, Maysa bu Maysa. Bu top 3 ta mod ko'rsatib chiqaman. Bu modlarni hali Telegram kanalimga tashlamayman, chunki bu videoda 100 ta like yig'sin, shunda men Telegram kanalimga tashlayman mana. Voy, juda ham zo'r. Shaxsan o'zimga yoqdi mana shu mod. Mana keyingi modga o'tadigan bo'lsak, bu juda ham zo'r mod. Hammaga kerakli mod bo'ladi. Qishloqda video qilishingizga, serial olishingizga, ana knopkalarni yo'qotadigan mod. Hozir sizlar mana shu Windows UI deb qo'ygan. Mana bu juda zo'r. Menga yoqdi o'zi. Xo'p, mana endi sizlarga ko'rsataman. Creative World qilamiz. Survival emas, creative qilib qo'yamiz. Endi bu emas, active mypacksda mana bu ikkisini qilib olamiz. Ikkisi emasda, lekin mana bu yerga yozamiz. Video olish uchun modlar bo'ldi. Mana endi buni create qilaveramiz. Do'stlar, siz mana shu videoga 100 ta like yig'ilsin, men Telegram kanalimga mana shu modlarni tashlayman. Hop, mana hozir kiradi. Hop, mana qarab turinglar. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu nuqtachalar, ana nima edi? Knopkalar yo'q qoldi. Mana Javaga o'xshab qoldi. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. O'zimga yoqa boshlayapti. Mana sizlar videoga like, obuna bo'lishinglar kerak. Juda ham zo'r mod bu. Mana juda o'zimga ham yoqadi-da. Xo'p, mana ko'rsatib chiqishim mumkin bu yerlarni. Mana juda ham chiroyli video olish uchun kerakli modlar bo'ladi bu. Ko'ryapsizlar? Wow. Endi 3-modga hozir o'tamiz. Mana hop, 3-modga keladigan bo'lsak, bu hammaga kerakli. O'zimga ham yoqdi shu mod, juda zo'r. Nomsizlar juda ham qo'lingizlar kichkina bo'ladi. Personajingizni qo'li shuning uchun kattalashtiradi. Mana hozir sizlarga kichkinadan kattasi yaxshi. Mana hozir kichkinadan kattasi yaxshi-da. Hop, bilan survivalni creative qila olamiz. Keyin mypacksda mana bularni activity qila olamiz. Hop, create. Do'stlar, avvalambor sizlar like bosing, obuna bo'ling deb vaqtingizni olib turibman, lekin podpishkada bo'lib tursangizlar yaxshi bo'lardi. Hop. Let's go qildi. Mana do'stlar, mana juda ham kerakli mod. Qo'lga qaranglar, kattalashdi avvalgi qo'ldan. Mana kattaroq qo'l yaxshi deb o'ylayman. Mana shaxsan o'zimga yoqayapti-da. Mana shu mod
judayam zo'r mod. Mana 3 tayam video olish uchun juda kerakli modlar. Mana sizlarga ham ko'rsatib o'tiraman. Mana lekin bu yerda kompyuter emas ichi. Lekin mana zo'r mod. O'zimga ham yoqdi. Ishlasa bo'ladi bu mod. Mana go'limga qaranglar, krasavchi. Qalay? Krasavchi go'lim. Bu Kris emas bu. Xo'p. Do'stlar, endi biz xayrlashaman. Xayr do'stlar. Sog' omon bo'linglar. Videomga like bosinglar. Videoni boshida qilishinglar kerak edi. Like, obuna. Chunki biz 300 ta bo'lishimiz kerak. Ham maqsad 300 ta bo'lish. Do'stlar, kim Telegram kanalimga tashlashim uchun sizlar videoga 100 ta like yig'ishinglar kerak. Xayr do'stlar, sog' omon bo'linglar.